Assalomu alaykum do'stlar. Bugun adresimizda qo'shimcha xarajat hisobini ko'ramiz. Demak, tovar sotib olish, unga qo'shimcha xarajat qilish hamda qo'shimcha xarajat tovar tanloviga kirgizish ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun birinchi o'rinda biz tovar sotib olishimiz kerak bo'ladi. Покупка bo'limidan поступление akt накладной orqali tovar sotib olamiz. Tovar uslug komissiya. Demak, qachon sotib olingan tovarimiz? Fakturaga qaraymiz. Xo'p, mana kirimiz bor. 20.07.23 da sotib olingan. 20.07.23. Skladimiz asosiy sklad. Hop, kimdan sotib olganmiz qo'yamiz. Поставщик bo'ladi. Создать. Demak, nominatsiyasini qo'yamiz. Hop, mana Goldline degan MCHdan sotib olingan ekan tovarimiz. Qo'ydik. Hop, bankimni yozamiz. 00366 ekan. Va nomer shotani qo'yamiz. Записать язык. Hop, tanladik. Договор tanlashimiz kerak endi. Создать договор. Nomer dogovorni qo'yamiz. 68-raqamli mana shartnomamiz 10.07.23 da qilingan. Записать и закрыть. Demak, keyingi ishimiz tovarlarni birin-ketin kiritamiz. Bizda kola sotib olingan. Tovarimiz kiritilgani uchun kiritib ketaman. Hop, количествоmiz 600 ta va narxi, demak, jami narxi 6 million so'm. Va mana 6 million so'm yozib qo'yadigan bo'lsak, summaga o'zi senasini chiqarib beradi. Endi nimaga bezendes bo'lyapti? Lekin bu yerda 12% qo'yilgan. Chunki bizning firmamiz mana Talaranda Shop, demak, NDS guvohnomasi yo'q. Aylama soliq to'laydigan firma. Bizga NDS bilan kelgan bo'lsa ham, biz uni bezendes deb qabul qilamiz. Hop, keyingisi Fanta ekan, 800 ta sotib olingan. Добавить Fanta 800 ta sotib olingan. Narxi jami 4 million so'm mana. 4 million so'm yozyapmiz, bo'ldi. Endi bu yerdan faktura raqamini qo'yaman. Faktura sanasi 20.07.23 va провести закрыть bosamiz. Tamam. Tovar sotib olindi. Endi shunga qo'shimcha xarajat qanday qilinadi? Hop, yana покупка bo'limiga kirar ekanman. Поступление доп расход tanlanadi endi. Создать. Hop, sana qo'shimcha xarajat qachon qilingan? O'sha kunning o'zida bo'ladi odatda. Mana 20.07.23 da qilingan. 20.07.23. Demak, kontragent kimdan sotib olingan? Qo'shimcha xarajat, ya'ni kim yetkazib bergan yoki kim yuklab tushirgan, o'shani tanlash kerak bo'ladi. Создать. Hop, nominatsiya bizda Orient Logistics Center MCH ekan. Shuni qo'yamiz. Bankini tanlaymiz. 01075 va nomer shotiga shotini yozib qo'yamiz. Записать и закрыть. Tanladik. Hop, dogovor tanlashimiz kerak ekan. Создать. Demak, nomer dogovor 14-sonli shartnomaga asosan 19.07.23 da qilingan shartnomaga asosan, demak, qo'shimcha xarajat ko'rsatilyapti. Demak, mana dogovor tanladik. Endi keyingi ishimiz Kстати, затрат на приобретение. Demak, qanaqa qo'shimcha xarajat turi tanlanyapti? Bizda hozir yetkazib berish ekan, yetkazib berish bor, shuni tanlaymiz. Agar misol uchun yuklab tushirish bo'lganda, bu yerda yo'q edi yuklab tushirish, sozdать qilib qo'shish kerak edi. Mana yuklab tushirish deb yozadigan bo'lsak, mana va записать закрыть bosadigan bo'lsam, yuklab tushirish paydo bo'ladi. Endi mana shu yetkazib berish kerak, shuni tanlayman. Summa jami qancha pullik qo'shimcha xarajat sotib olingan? Bizdagi summa 1 million so'm. Hamma tovarlar uchun jami 1 million so'mga qilingan. Endi bezendes qo'yamiz yana, chunki aytdik boya bizning firmamiz haqiqatsiz ishlaydi. Undan keyin tovar bo'limiga o'tamizda tovarlarni boyagi kirim hujjatiga asosan qo'shamiz. Заполнить. Da. Va mana 600 ta kola, 800 ta Fanta chiqib kelyapti boyagi sotib olinganligiga asosan. Hamda tamom, bo'ldi, tugadi. Endi провести закрыть bosaman. Xo'p, bitta отчетga qarab oladigan bo'lsak, qanaqa o'zgarish bo'lgan bo'ladi ko'rib olamiz. Demak, tovarimiz boya 10 millionlik tovar edi, 6 million plus 4 million va endi tovarimiz mana 11 millionga o'zgaryapti. 15 degan shot paydo bo'ldi. 15 o'nimiz bizda demak qo'shimcha xarajat shoti bo'ladi. 1 million so'mga qo'shimcha xarajat qilingan va uni tovar tanloviga o'zi adresini o'zi avtomatik qo'shib yuborgan. Tovarimizda mana 11 million so'm paydo bo'ldi. Har bitta tovar turi bo'yicha ham ko'rsak bo'ladi buni. Kolamiz 6 million 600 bo'ladi, Fantamiz 4 million 400 ming so'm bo'ladi.